Assalomu alaykum hammaga. Mana shu videoni hammaga iloji boricha tarqatinglar. Iltimos sizlardan. Alloh rozi bo'lsin shu videoni tarqatganlardan. Bu bolani boshiga hozir o'ta katta ayb qo'yilyapti. Ya'ni 23 million dollar pulni olib qochib yuborgan deyishyapti. Adashmayapsizlar, rostdan 23 million dollar. Bu pul qancha pul bo'ladi? Men hozir tasavvurimga ham sig'maydi bu pul. Endi bu bola haqida ozgina gapirsam, bu bola o'zi asli student viza bilan Koreyaga kelgan ekan, Namanganlik bola ekan. Shu yerda nimada Tongdemunda telefon biznesi bilan shug'ullanar ekan bu bola. Telefon olar ekan, bu yoqdan O'zbekistonda bir ukasi bor ekan, o'zining radnoy ukasi. U sotar ekan, o'tkazar ekan, shunaqa ishlar qilib yurishar ekan. Endi oradan keyin mana shu bir 2-3 oy oldin bular aka-uka pul perevod qilish, ya'ni bitta ko'pchilik yaxshi biladi. Oyligini olganlar O'zbekistonga biznesmenlar orqali chiqaradi, tanish biznesmenlar orqali. O'shanaqangi oyliklarni chiqarib, xullas pulni u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa perevodi bilan shug'ullanib yurgan ekan. Keyin bu bola shu darajada ishonchga kirgan ekanki, unga odamlar 1 million dollar, 1,5 million dollar, 500 ming dollar pulni o'sha O'zbekistondan Koreyaga, Koreyadan O'zbekistonga jo'natib berish uchun shunchaki berishgan ekan. Tushunyapsizlarmi? O'sha bola mana o'tgan juma kuni, mana hozir shu videoni yakshanba kuni olyapmiz. Mana 9 kun bo'libdi bugun. Hozir mana 9 kun bo'ldi, 9 kundan beri yo'q. O'tgan juma kuni menga O'zbekistondan WhatsAppdan bir shu mana shu rasmdagi bolani qarindosh telefon qilyapti. Avazbek aka, Instagram kanaliga mana shu meni qarindoshimni rasmini qo'yib, bunaqa e'lon berib yuboring, qidiryapmiz. Nima bo'ldi, tinchlikmi aka desam, aka bu telefon bilan shug'ullanardi, keyin oxirida pul perevod bilan shug'ullandi. Hozir juda katta odamlarning pulini olib qochib yoribdi bu bola. O'ligi ham yo'q, tirigi ham yo'q deyapti. Koreyada yo'qmish. Keyin men aytdimki, aka, birovda shunday rasmini qo'yib, Koreyada unaqa qilib e'lon qilib yuborish noto'g'ri, javobgarligi bor. Shuning uchun agar shu odamni otasi bo'lsa, onasi bo'lsa, o'zini rasmini ushlab, mana shu meni bolam, mana shu o'g'lim, mana shu bolani qidiryapmiz deb e'lon qilib bersa, video qilib bersa, men o'sha videoni qo'yib beralaman aka, to'g'ri tushuning dedim. Shundan keyin haligilar bo'pti aka, qilib beramiz, bo'pti, xo'p siz ham tushundingiz dedi, yo'q bo'lib qoldi. Keyin yana 3-4 kun oldin yana bittasi telefon qilib, aka men 60 ming dollar berdim. O'sha bolani rasmini tashlasam qo'yib berasizmi? Aka yana bittasi 450 ming dollar berdim. O'sha bolani rasmini tashlasam qo'yib berasizmi? Yo'q akalar, qo'yib berolmayman men. Unaqa o'zlaringiz aybini bo'yniga qo'yib, isbotlab, cheklaringizni ko'rsatib, militsiyaga shingoq qilib, ariza berib, o'sha hamma men aytgandek qilib video qilib bersalaring, o'shanda menga muammo bo'lmasa qo'yib beraman dedim. Ular ham yo'q bo'lib ketishdi. Mana endi kecha dadalari yig'lab telefon qilyapti. O'g'limi deydi, o'ligini ham, tirigini ham bo'lsa menga top beringlar deyapti. Men o'g'limdan shu darajada noroziman deyapti. Shunaqa ezilib turibdi hozir o'sha ota. Yig'lab video vizib qilib tashayapti, anaqa Telegramdan dumaloq videolar tashayapti. Xullas, u bola 23 million dollar pulni umumiy. Bu endi odamlarning gapi. Xullas, uylariga borganda dadasi endi hisob-kitob qilib, mana kimdir 60 ming dollar so'mni so'rab kelyapti, kimdir 100 ming dollar, kimdir 50 ming dollar bergan. Xullas, umumiy dadasini aytishi bo'yicha 23 million dollar pul yo'qmish, o'zi ham yo'qmish. Keyin men aytdim, Koreyada shingo qilmadilaringmi, militsiyaga nima bermadilaringmi, ariza qilmadilaringmi desam, militsiyaga biz o'shancha pulni berdik, keyin bu yo'q bo'lib qoldi deb shingo qilishmabdi-da. Prosta telefon bo'yicha qanaqadir muammolarimiz bor edi degandek qilib shingo qilishibdi. Endi men o'zim to'g'ri tushundim. Buni hozir masalan pul bergan odamlar ham o'zlari ham qo'qishyapti shekilli deb o'yladim-da shingo qilishga. Xullas, dadasi endi kech payt dadalari bilan gaplashdim. Shunaqa og'ir ahvolda uka deyapti, Avazbek deyapti, o'g'limi o'ligini yo tirigini top bering, men uyqularimda halovat bo'lmayapti deyapti. Mana kecha juma kuni jumaga chiqqan ekan dadasi, jumaga zo'rg'a borib zo'rg'a ketdi. Nimaga desalaringiz,
ko'chada birortasi meni zalogga shart mashinaga solib olib ketmasin deb yuragimni hovuchlab zo'rg'a borib keldim deyapti. Men bilan gaplashyapti, zo'rg'a xirillab, zo'rg'a gapiryapti. Ovqat yeganimda halovat yo'q, uxlaganim yo'q deyapti. Men hozir shunaqa holatdaman, men уже o'lganman, уже tanam turibdi xolos deyapti. Tushunasizlarmi? Shu darajada o'g'lidan norozi. Koreyadagi o'g'li ham yo'q hozir, O'zbekistondagi o'g'li ham yo'q. O'zbekistonda o'zida yo'q bo'lib qolgan hali odam. Kichkina o'g'li ham demoqchiman. Xullas, mana shu rasmdagi bolani iltimos sizlardan topishga yordam beringlar. Bu bola Tongdemunda yashagan ekan, Tongdemunda yurganlar yaxshi bilsa kerak bu bolani. Naqa nima, ko'k sparki bo'lgan ekan bu bolani. Agar rasmini topolsam uni ham qo'yib qo'yaman. Shu ko'k sparkda yurgan ekan. O'sha sheriklari bilan kvartirada o'tirishgan ekan, sheriklari bilan kvartirada o'tirishgan. O'sha kamerani qarasak, bir mashinani minib chiqib ketgan, undan keyin mashinani qo'yib, o'zi chiqib ketgan. Shu bilan yo'q, hech qayerda yo'q. Telefoniga qilsa, o'sha kunlarda chaqirayotgandi degan. Keyin hozir uchun menimcha telefon ham o'chgan. Xullas, men o'zimcha aytdim, dadalariga ham, qarindoshlariga ham, qidirayotgan odamlarga ham aytdim. U bola agar Koreyada bo'lsa, bir qorni och qolib o'zbek oshxonaga kirar, o'zbek magazinga kirar, bir juma kunlari balkim masjidga borar, bir o'zbeklarning ichiga aralashib yursa agar, kimdir bari ko'rib qoladi. Shuning uchun o'zbek auditoriyasiga bu narsani yetkizsak, rasmini yetkizsak, ko'pchilik xabardor qilsak, agar daragini aytsa, o'shanda ushashimiz mumkin deb men aytdim. Shuning uchun qayerda o'zbek oshxonadami, magazindami, ko'chadami mana shu bolani ko'rib qolsalaringiz, srochniy men o'zim telefon raqamimni yozib qo'yaman, telefon qilinglar. Otasi bu boladan norozi. Endi 23 million dollar puli hazillashyapsizlarmi? Agar 23 million dollar, oho, men hozir shokdaman. Bu yosh bolaga qanday qilib odamlar 23 million dollar pulni ishonib bergan? Men shunga aqlim yetmayapti. Shu darajada bu bola ishonchga kirganmi? Shu darajada o'shancha puli bor odamlarning ishonchga kira olganmi bu bola? Yosh bola deyapman-da. Yosh bola, haqiqatan ham yosh bola. Hozir video tagiga yilini ham yozib qo'yaman. Endi yana bitta har xil dadasi bilan gaplashsam aytayaptiki, dadasi aytayaptiki, uka deydi. Ha, desam, meni o'g'lim aqlim yetmayapti o'g'limga shuncha 23 million dollarni odamlar ishonib berib qo'yishligiga. U o'zini o'zi hattoki bir ishini eplab qila olmaydigan bola. Yo, bunaqa bo'ldimikin deb u kishi ham bir xayoliga bitta narsa kelyapti. Yo, birov buni pushkaga qo'yib, pastavka qilib, xullas buni nomiga pullarni tushirtirib, keyin buni aldab qo'yishdimikin? Bu aldanib qolganligini bilib, bu o'sha ko'pchilikning pulini boshqasiga berib yorib, pushkaga bu turib qolganligini bilib, sekin biror joyga borib, o'zini o'zi joniga qasd qildimikin degan xayollar ham kelyapti dadasiga hozir. Dadasi menga shuni deyapti telefonda. Xullas, bu bolani o'ligini ham yo tirigini ham topib beringlar deb dadasi dod deb yig'layapti hozir. Iloyim, bu bola soppa-sog' bo'lsin, pul-mul topiladi. Lekin men u haqdorlarni ham to'g'risi men to'g'ri tushunyapman, chunki o'ta katta pul, o'ta katta pul. Oho, bu pulga qancha ish borsa bo'ladi. 23 million dollar. Men nima deyotganimni yaxshi bilaman, akalar. 23 million dollar pulni shu bola olib ketdi deb da'vogar bo'lib, bizni pulimizni ber deb hozir uydagilariga, uyga O'zbekistondan, Koreyadan hamma haqdorlar shu bolani qidirib dadasining oldiga boryapti. Hozir dadasini hisoblab ko'rsa, umumiy 23 million dollarga yaqin pul bo'lyapti ekan. Shuning uchun men o'zim realni hozir telefonda gaplashdim. Yana bu erta emas. Bitta bola telefon qildi, aka 1 million dollardan oshiq men shotiga pul o'tkazib berganman deyapti. Shu paytgacha kuniga 200 ming, 300 ming dollar pul o'tkazib yurganmiz, muammo bo'lmagan deyapti. Mana kecha shu kunga kelib deyapti, 1 million dollar pul o'tkazganimdan keyin o'zi ham yo'q, pul ham yo'q deyapti. Mana hozir shu bola bilan telefonda gaplashdim o'zi bilan. Shuning uchun iltimos sizlardan pul-mul jo'natayotganda ishonchli odamlardan jo'natinglar. To'g'risi. Bu pulni bir so'mda topish oson bo'lmayapti. Bu Koreyada ham o'ynatib yurib, qosh ko'zingizga qarab chiroyli bola ekansiz deb 100 dollar pul bermaydi. O'zbekistondagilarga ham gapim, Koreyadagilarga ham gapim. Shuning uchun bu bolani srochniy topmasak bo'lmaydi. Otasi o'ta yomon ahvolda, o'ta yomon ahvolda. To'g'risi otasini gaplari, juda ko'p gaplarini eshitib yig'ladim. O'g'li oq bo'lib qolishi mumkin. Agar meni o'sha bola
ko'rayotgan bo'lsa, uka nima bo'lganda ham erkak bo'lib, mana shu narsani qilib qo'ydim yoki mana shu narsaga pulga tushib qoldim deb aloqaga chiqing. Hech kim sizni miltiqdoq qilib peshonangizga tirab otib tashlamaydi. Vaziyat holati tushuntirsangiz, o'zini o'zi o'ldirib yuborgandan ko'ra boshqa yaxshiroq variantlarni birga topamiz. Iltimos sizlardan mana shu bolani videosini, rasmini tarqatib yordam beringlar. Bu bola 23 million dollarga juda ko'pchilikni Koreyada aldab ketgan. To'g'risi, u aldab ketgan odamlarning ichida oddiy, mana oylik ishlaydigan odamlar ham bor ekan. Keyin biznesmenlar, asosan katta pul оборот qiladigan biznesmenlarni aldab ketgan. Shuning uchun iltimos sizlardan mana shu bolani qayerda ko'rsalaring telefon qilinglar. Qayerda ko'rsalaring bir mayda bo'lsa ham ma'lumotini bilsalaring bizga xabar beringlar. Melisa ham topolmayapti shu bolani hozir. Melisa bilan gaplashib, chegaralar tekshirildi. Koreyani chegaralari. Koreyadan faqat samolyotda kemada chiqib ketishi mumkin ekan. Tekshirildi. Melisa aytayaptiki, bu bola chegaradan qonuniy yo'l bilan chiqmagan deyapti. Endi Shimoliy Koreyaga o'tib ketmagandir, deyapman-da. Shuning uchun iltimos, qayerda ko'rsalaring shu bolaga qana oid birorta ma'lumot bilsalaring aloqaga chiqinglar. Asli bu bola namanganlik, student viza bilan kelgan, 23 million dollar pul olib ketganligi da'vo qilishyapti odamlar, aldanganligidan da'vo qilishyapti. Bu bolani srochni topmasa bo'lmaydi. Dadasini ahvoli o'ta yomon. Onasini ahvolini umuman gapirmasa ham bo'ladi. Oilasida xullas hamma o'lib bo'lgan. Prosta tanalari nafas olib turibdi xolos. Men hozir telefonda gaplashib achindim. Otasiga, onasiga achindim. Uka, mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsang, aloqaga chiq. Otang ertaga bir narsa bo'lib qolgandan keyin u million dollar bilan ham qaytara olmaysan otangni. Sog' bo'linglar. Shu videoni iltimos tarqatib beringlar. Mana shu bolani tezroq topinglar iltimos sizlardan. Hammaga tarqatib yuboringlar. Telegram gruppalarga, boshqa gruppalarga tarqatinglar. Hech kimga ishonmanglar. Pul perevod qilish temasida hech kimga ishonmanglar. Agar rostdan ham o'zlaringiz oldindan ishlab yurgan odamlaringiz bo'lsa, mayli, o'zlaringiz bilasizlar. Lekin mana hozir pul jo'natadigan programmalar chiqqan. Shu programmalardan jo'natsalaringiz o'zlaringizga yaxshi. Sog' bo'linglar, mana shu bolani tezroq topishda amaliy yordam berasizlar degan umiddaman. Rahmat hammaga.